Uyingizda basay bilan go'shtli qolgan bo'lsa, ma'qul usulda o'xshagan bir say qo'rib yapaqqa ta'm tilingiz lam qoldi. Etilish usulim intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olaysiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha basayni inch qalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Basayga o'xshash qizillas, ko'klazlarni mo to'g'rab tayyorlab olamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar lapizlarni mo muvofiq miqdor to'g'rab olsanglar bo'ldi. Sinjang samsaq so'm piyozlarni ushshaq to'g'rab olamiz. May qizgandan keyin go'shtni silib qo'raymiz, go'shtni bekroq qo'rib etamiz. Go'sht qo'rilib mushallat ketganda azroq tuz silib etamiz. Sinjang samsaq so'm piyozlarni silib bir ishga qo'rib atgandan keyin tamdirdan birini ushshaq chanab silib etamiz. Qizartish uchun uyimiz chanib olgan lazımmi? Bir qo'shqa atrofini silib, tamdir ezilib suvi chiqqandan keyin cho'ng ustamning qo'rimisi tetitqisidan yerim bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmuş oilada mifansay qo'rsam ta'mini yaxshi chiqaramay o'tman degan xonim qizlarimiz ishiltib baqsanglar bo'ldi. Qo'rimisi tetitqisini har qanday sayga o'rtaq ishiltishga mos qildi. Ondan keyin basayni silib, basay izilgich qo'raymiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekranida o'tgan nomer shu. Ondan keyin oldin chilab tayyorlab olgan xo'ngshu pintozini solamiz. Ondan keyin qizillar, ko'klazlarni silib, bir ishga qo'rib atgandan keyin tuz ta'min tetib, chiroyli taqsimizga usib, uydagilarning oldiga qo'ydigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi. Bir vaqt tamoqqa mushta o'xshatib, say qo'rib non bilan yeb yaqinga. Ham oson, ham yeyishlik. Uydagilaringizni maqtab turib yeydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab yaqin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.